Assalamualaikum aziz obunachilar. Bugün bize videoları olsa karar kıldık. Yine bugünkü qishloq hayatımızdan bugünkü işlerimizni, faaliyetimizni demek alıp barışını sizlere göstereceğim. Uyumdaki narsalarni, mesela parrandalarım misal. Benim de tavuklarım var. Bular denmesi tuxumda. 40 tavuk var. 40 tavuk gününe 35'ne 30'na doğutturdu Xudoga şükür. Kime tuxumlarımdan gerek olsa zakaz etaverasizlar 2000 so'mdan tuxumu. Özünü alaman deyirlərə tavuklar 120 mingdan, xo'rozlar 150 ming so'mdan. Yine bir yandan yuttu, bir yandan gösterdi. Yine şular yaklaşık deyip Bularning parodasi yaxshi. Bular laqmashkadan paroda bo'lib, xuroma bilan satishgan. Bular iri, yo'sha tuxum yo'nalishidagi tavuklar. Xo'rozlari 4 kilodan 4,5 kilogacha ves beradi. Tavuklari 3 kilogacha ves beradi. Bunda bular ota-onasi, bunda tuzalarim bor. Yine bize bırakılan bu düzelerimiz da halasa 15 günlük olup vardı. Bugün 15 günlük oldu. Vaksinasını kıldık bugün. Akşam, geçer. Baskresine günü. Bana 15 günlük olup vardı. Şular vergi tavukları, balları. Şu cüceler satıda baxıda halasa 18 ming so'mdan satılады. Cüceler kime zarur bolsa alakaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 90'lık 434 0098. Çeklenmeyen miktarda bor. Kelaverasizlar telefon atib. Yana bir qaytarib o'tiraman. 90'lık 434 0098. 90'lık 434 0098. Adresimiz Xorazm viloyati Urganch tumani. Narxlarini aytib o'tdik. 18 ming so'mdan salgina kami bor, kelishamiz. Yana nima desam, hamma narsani aytib o'tdik. Sujalarimiz sog'lom, privka satilgan, hamma narsasi joyida. Xudo xolasa, kimga kerak bo'lsa sotuvda bor, sotamiz, sotilaveradi. Kelishamiz. Aziz obunachilar, sizlardan iltimos, meni ishimda turib auditoriyamni kengaytirish uchun ozgina qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rayman. Like bosinglar, podpisatsiya, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirsangizlar, men sizlarga qo'limdan kelgancha ma'lumotlarini, siz suratlarini aytib o'taman. Bo'lmasa videorolikimizni yakunlaymiz. Xudo xolasa hammangizga rahmat. Like, kommentariya bosishni unutmanglar. Like bosgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Hammangizga kelayotgan Hayit, Qurbon hayit bayramlari bilan tabriklayman. Sog'lik, salomatlikda ko'rishligingizni hammasi Xudoyim muyassar etsin. Mana esa video yo'likimizni tamomlaymiz. Hammangizga rahmat.